Motobloklar ichida eng katta benzinlik 17 ot kuchli motoblok so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizga yangi partiyada 17 ot kuchli benzinlik 360 gradusga burila oladigan satelitlik motobloklarimiz yangi partiyalari yetib keldi va motobloklarimiz uchun mana shunday universalniy bo'lgan agat oladiganlarimizdan ham yetib keldi. E'tibor bering, bu agat oladigan qulaylik tomonlari, xohlasangiz 10 ballonni iziga, xohlasangiz chap ballonni iziga olib, bemalol joyaklarda xohlagan razmeringizga 60, 70, 80, 90 agat oralarini bemalol agatlarini olishda va plyuk sifatida foydalanishlaringiz mumkin. Va undan tashqari hozirgi kunda do'konimizda juda ham katta aksiya ketmoqda. 31-dekabr sanasigacha mana shu videolarga bitta like tugmasini bosib, kommentariyada omad yozib keladigan obunachilarimiz uchun mana shu turdagi pichalkamizni sizga 1 so'm pulsiz tekinga berib yuboramiz. Aytib o'tganimdek, atrofda mana shu pichalkani o'zi ham 350 ming, 400 ming, 500 ming so'mgacha sotiladi, lekin biz sizga buni 1 so'm pulsiz tekinga berib yuboramiz. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, mana shu turdagi pichalkalar va 100 xilni oshiq sovrinlardan birini qanday qilib tekinga yutib olish shartlarini to'liq ma'lumotini tanishtirib o'tamiz. E'tibor berishlaringiz mumkin, ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan motobloklar ichida eng katta baquvvatidan so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizga Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan TX motobloklarimizni motorlari 192 motorlar bilan jihozlangan, yoqilg'i turi benzinli bo'lgan 17 ot kuchli modellarimizdan yangi partiyalari yetib keldi. Motoblogimiz yoqilg'i turi benzinli bo'lgani uchun karburatorlarigacha ekonomishni qilib qo'ydirib kelganmiz akalar. Bu qaplavoylarni kattaroq qildirib, soatiga 700 grammdan 1 litrgacha benzin rasxod qiladigan qilib, ekonomishni qildirib olib kelganmiz. Motoblogimizda e'tibor berishlaringiz mumkin, xohlasangiz zavod orqali yarimta tortmaga yurgizishlaringiz mumkin. Xohlasangiz stator orqali kalitda ham yurgizib ishlatishlaringiz mumkin. Berkalarigacha 192 deb yozilgan bo'ladi akalar. Bu motoblokda ko'pchilik obunachilarimiz biladi. Benzinlik motorlar ichida eng kattasi 192 motor bo'ladi akalar. E'tibor bering, mana shu 192 motorli 17 ot kuchli motoblogimizda 5 litrli benzin baklaridan qo'yib ishlangan bo'ladi. Soatiga 700 grammdan benzin rasxod qiladigan qilib, aytib o'tganimdek ekonomishni qildirib olib kelganmiz. Motoblogimizda akkumulyator qismlari ham juda ham yaxshi akkumulyatorlardan qo'yilgan bo'ladi. Undan tashqari motoblogimizda rollari uzun varianti, oldiga ikkita skorisi bor, orqaga bitta skoris bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimizda reduktor qismiga ham juda ham yaxshi ahamiyat berilgan. Ot kuchi 17 talik bo'lganligi uchun reduktorlarni usulini qildirib, o'ziga teng baravar katta 20-25 ot kuchli motobloklarda, turbalonli motobloklarda reduktor bilan bir xil ishlaydigan qilib, usulini qildirib olib kelganmiz akalar. 650 talik korobka bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimiz uchun orqasida qishloq xo'jaligi vomlarigacha qo'yilgan. Bu vomlariga suv nasos va karter apparatlar, rotorli kaselkalar va jatkalarni ham ulab ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimizda reduktorni usulini qildirib olib kelganimiz sababi, motoblogimiz 360 gradusgacha burilish imkoniyati bor. 10 tomonni bossangiz o'ngga, chap tomonni bossangiz chap tomonga yengil burilish imkoniyati bor. Pastki tomon reduktorini o'zi ham qalin, katta reduktorlardan qo'yib ishlangan bo'ladi. Bu motoblogimizni qishloq xo'jaligida ishlatish uchun bog'dorchiligi bor akalarimiz, ekin qilaman deb yoki tirikchilik qilaman deb motoblog qidirib yurgan akalarimiz mana shu motoblogdan bitta olib foydalanadigan bo'lsangiz, sizga anchagacha xizmat qilib bera oladi. Motoblogimizda oldiga ikkita skorisi bor, orqaga bitta skoris bilan jihozlangan bo'ladi. O'zini komplektlarda freza, dokument, ключ va 1 yildan garantiyalari bilan qilib beramiz. Undan tashqari orqasida turgan agregatimiz esa, bu agregatimiz agatlarni olish uchun ligirovka bo'ladigan universalniy agat oladigan bo'ladi. Xohlasangiz 10 ballondiziga, xohlasangiz chap ballondiziga, xohlasangiz o'rtaga qo'yib,
lapkalarni ko'tarib, tushirib, ligirovka qilib ham ishlatishlaringiz mumkin. Bu universal nagatlarimizdan ham har xil variantlari bor ekanlar. Motoblogimizning o'ziga aytib o'tganimdek komplektlarga freza, dokument, ключ va 1 yildan garantiyalargacha qilib beramiz. Bu motoblogimizning hozirgi paytda bizning do'konlarimizda 4 xil modeli bor. Eng kichkina reduktorli variantlari 250 tali, 350 tali, 450 tali va 550 tali. Eng katta usulinli varianti 650 tali variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Bularimiz hozirgi paytda eng arzon modellarini 7,5 million so'mdan boshlab akalar 8 million 800 ming so'mgacha mana shuni usulinli variantlargacha olishlaringiz mumkin. Kimga mana shu turdagi motobloklar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Motoblogimizning o'zini frezalari ham 10 qatorli frezalar bilan jihozlangan bo'ladi. Videoni boshida aytib o'tganimdek, va'da kelib bizning do'konlarimizdan motoblok xarid qilib olganingiz uchun mana shu videolarga like tugmasini bosib, kommentariyaga omad yozib qoldirganingiz uchun mana shu turdagi instrumentlardan birini sizga tekinga berib yuboramiz. Kelib, motoblok xarid qilib oldingiz, aytib o'tilgan narxlardan tushib beraman va undan tashqari do'konimiz ichida joylashtirilgan omadli barabarni ko'rishlaringiz mumkin. Bu omadli barabarimiz ichida sizga hozir tashqarida ko'rsatib o'tilgan pichalkalar va undan tashqari shurpayo'r, bolgarka, drill, benzopilalar, har xil turdagi instrumentlar shu joyda qo'yilgan. Kelib barabarni aylantirasiz, nima sovg'a tushsa ham sizga 1 so'm pulsiz tekinga berib yuboriladi. Faqatgina videoni shartini bajarib qo'yishni unutmang. Videoga like bosing va kommentariyaga kirib omad yozib qoldirib qo'yishni ham unutmanglar. Bizning manzillarimizni so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agro servis do'koni. Qishloq xo'jaligi texnikalarini xohlaganlar uchun upakovka holati, xohlaganlarga yig'ilgan holatida tayyorlab bera olamiz akalar. Kimga qanday turdagi texnikalar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Agregatlarimizni hozirgi paytda eng arzon modellarini 300 ming so'mdan boshlab 1,5 million so'mgacha agregatlarimiz ham sotuvda bor akalar. Video yoqqan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolar bundan da qiziqarliroq bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.